Assalomu alaykum do'stlar. 2021-yilning eng ko'p muhokama qilingan filmlaridan biri Dom Gucci bo'ldi. Filmga mashhur rejissyor Ridley Scott qo'l urdi. Kartina The House of Gucci kitobi asosida suratga olingan bo'lib, uni jurnalist Sara Gay Forden yozgan. Bu haqiqatdan ham sensatsion hikoya edi. Qotillik, aqldan ozish, glamur va albatta ochko'zlik haqida. Film chiqishidan oldin Aldo Gucci'ning merosxo'rlari maxsus bayonot berib, filmni qattiq tanqid qilishdi. Ular prodyuserlar oila bilan maslahatlashmagan va oila a'zolarini jinoyatchilar hassonlikdan yiroq odamlar sifatida ko'rsatganini aytishdi. Lekin bugun biz film haqida emas. Bugun biz haqiqiy Gucci haqida gaplashamiz. Hammasi qanday boshlangan? Gucci bu faqat brend emas. Bu oilaviy imperiya. Bu imperiyaning asoschisi Gucci. U Florensiyada oddiy savdogar oilasida tug'ilgan. Oilaning ishlari doim ham muvaffaqiyatli bo'lmagan. Hatto ular avval ot egarlari, keyin somon shlyapalari sotishga haqida afsona ham bor. Ammo savdo ruhi Gucci'ning qonida edi. 23 yoshda u otasining qo'llab-quvvatlashi bilan o'z ustaxonasini ochadi. U yerda otliqlar uchun uskunalar tayyorlay boshlaydi. Lekin ishi tez orada yurishmaydi. Otasi bilan janjal chiqadi. Yosh, qaysar va o'z fikriga ishongan Gucci maslahatlarga quloq solishni umuman istamaydi. Natijada esa ustaxonadan nima bo'ladi? Yopiladi. Va shu paytda u hayotini o'zgartirgan qarorni qabul qila oladi. U Angliyaga butunlay ketib yuboradi. Gucci Londonga keladi va Savoy mehmonxonasida yuk tashuvchi bo'lib ishga joylashadi. U yerda 10 yil ishlaydi. Har kuni boy aristokratlar chimodanlarini ko'taradi, lekin u faqat uni ko'tarmaydi. U kuzatadi boy odamlarni. Chimodanlarning sifati, teri ishlovi, nafisligi va narxi. Va shu payti unga bir fikr keladi. Florensiya axir teri poytaxti, nega biz ham shunday mahsulot yarata olmaymiz deb o'ylaydi. Va u 10 yil davomida pul yig'adi. Qizig'i, uni ishidan bo'shatishadi. Lekin aynan shu voqea uning taqdirini o'zgartiradi va u Italiyaga qaytadi. 1921-yilda u o'zining kichik teri ustaxonasini ochadi. Dastlab mahsulotlar faqat ot sporti uchun mo'ljallangan edi. Keyinchalik chimodanlar va sumkalar ham ishlab chiqarib boshlaydi. Har bir mahsulot qo'l mehnati bilan yaratiladi. Sifat esa eng asosiy narsa edi. Brendning ilk logotipida hattoki yuk tashuvchi tasviri ham bo'lmagan. Bu uning Londondagi o'tmishidan xotira edi. Vaqt o'tib Florensiyadagi kichik do'kon mashhur bo'la boshlaydi. Birinchi rasmiy magazin Ponte Vecchio ko'prigi yaqinida ochiladi. Gucci vafot etganidan keyin kompaniyani albatta uni o'g'illari yuritadi. Eng faoli esa Aldo Gucci edi. Aynan shu davrda mashhur 2G harfidan iborat logotip yaratiladi. 1947-yilda esa brendni dunyoga mashhur qilgan bambuk sumkasi yaratiladi. Ikkinchi jahon urushi davrida esa teri tanqis bo'lganligi sababli bambuk tutqich bilan ishlab chiqarilgan sumkalar boshlaydi va bu innovatsiya hitga aylanadi. Ikkinchi jahon urushi yillari esa kompaniyaga oson kechmadi. Chunki sumka tikish uchun deyarli material yo'q edi. Lekin Gucci taslim bo'lmadi. Aynan shu davrda parusina matosidan sumkalar ishlab chiqarish boshlandi. Ilk bor firmaviy print ham shu materialdan paydo bo'ldi. Keyinchalik esa cho'chqa terisi asosiy materialga aylandi. 1947-yilda esa haqiqiy sensatsiya yaratildi. Bambuk sumkasi. Bambuk tutqichli teri sumkasi qisqa vaqt ichida hitga, ya'ni trendga aylanib ketdi va brend pozitsiyasini mustahkam ushlab oldi. 1938-yilda esa birinchi butik Rimda ochildi. 1951-yilda esa Rodolfo Milanda yangi butik ishga tushirdi. Bu paytga kelib brend Italiyada allaqachon mashhur edi, lekin eng katta qadamni Aldo Gucci qildi.
Aldo otasining roziligisiz Amerika bozoriga chiqishga qaror qiladi. 1953-yilda Nyu-Yorkda Savoy Plaza mehmonxonasi yonida Gucci butigi ochiladi. Afsuski, Gucci buni ko'rishga ulgurmaydi. U butik ochilgandan 15 kun o'tib vafot etadi. Kompaniya aksiyalari o'g'illariga o'tadi: Baska, Rasfolda va Alda. Alda brendini Amerikada rivojlantiradi va Gucci'ni global imperiyaga aylantiradi. 1960-yil Gucci uchun oltin davri bo'ldi. Filmlar va yulduzlar brendni yanada mashhur qildi. Masalan, Roman Holiday filmida Audrey Hepburn Gucci aksessuarini taqqan. Loferlar esa Frank Sinatra, John Wayne va Jack Nicklaus kabi yulduzlar oyog'ida ko'ringan. Brend moda olamida Ferrari yoki Lamborghini kabi buyuk maqomga ega bo'ldi. Los Anjelesdagi Rodeo Drive'da ochilgan butik butun ko'chaning taqdirini o'zgartirdi. Keyinchalik u yerda Saint Laurent va Chanel kabi lyuks brendlari joylashdi. Va keyinchalik brend qanchalik mashhur bo'lib ketsa, shunchalik uni soxta mahsulotlari paydo bo'la boshladi. Bir yapon turisti bir do'kondan 60 ta Gucci sumkasini sotib olgani haqida gap tarqatildi. Shundan keyin kompaniya bir kishi uchun bir mahsulot qoidasini joriy qildi. Lekin tashqi muammolardan ko'ra ularning oilaviy mojarolari juda ham ko'p edi. 1973-yilda Vasco vafot etadi. Keyinchalik Rodolfo ham olamdan o'tadi. Nazorat esa Aldo va uning o'g'illari qo'liga o'tadi. Lekin shu yerdan boshlab haqiqiy urush boshlanadi. Aldo Amerika filialini mustaqil biznes sifatida ajratib oladi. Bu esa oila ichida katta mojaroga sabab bo'ladi. Uning o'g'li Paolo esa Gucci Plus'ni yaratishga urinadi. Otasi uni kompaniyadan haydadi va oila birdamligini yo'qotadi. 1970-yillar oxiriga kelib Gucci imperiyasi tashqi tomondan muvaffaqiyatli ko'rinardi, lekin ichida u parchalanib borayotgan edi. Oila a'zolari bir-biriga qarshi kurasha boshladi. Ishonch o'rnini shubha egalladi. Rodolfo vafotidan so'ng uning o'g'li Maurizio Gucci kompaniyaning yarmini meros qilib oldi. Maurizio yosh, ambitsiyali va keskin qarorlar qabul qiladigan inson edi. U amakisini Aldo Gucci'ga qarshi kurash boshladi. 1980-yillarda oila a'zolari o'rtasida ochiq sud jarayonlari boshlandi. Maurizio va uning kuzeni Aldoni rahbarlikdan chetlatishdi. Biroq bu g'alaba uzoqqa cho'zilmadi. Sud tekshiruvlari paytida kompaniyaning moliyaviy qonunbuzarliklar fosh bo'ldi. Aldo soliq to'lamaslikka ayblanib qamoqqa tushdi. Maurizio esa hujjat soxtalashtirish ayblovi bilan Shveysariyaga qochishga majbur bo'ldi. Imperiya endi boylik emas, muammo manbai edi. 1993-yilga kelib Maurizio katta qarzlarga botdi. U oxirgi 50% aksiyasini Investcorp investitsiya guruhiga sotadi. Shu bilan Gucci oila nazoratidan butunlay chiqib ketadi. Bu bir davrning tugashi edi. 1995-yil Milan. Maurizio Gucci ishga ketar ekan, noma'lum qotil uni otib ketadi. Tergov natijasida ma'lum bo'lishicha, bu qotillikka buyurtma bergan shaxs uning sobiq rafiqasi Patrizia Reggiani edi. U matbuotda qora beva deb atala boshladi. Shu voqea butun dunyoda shov-shuvga sabab bo'ldi va keyinchalik aynan shu hikoya asosida Dom Gucci filmi suratga olindi. 1989-yilda Maurizio muhim qaror qabul qilgan edi. U kompaniyaga yangi dizayn kuchini olib keladi. Keyinchalik brendning qayta tirilishi Tom Ford nomi bilan bog'lanadi. 1994-yilda u kreativ direktorga aylanadi. Uning uslubi jasur va provokatsion edi. Chuqur kesimli kechki liboslar, tanani taqidlovchi siluetlar, oltin logotiplar, natijada esa hayratlanarli bo'ldi. 1995-yilda kompaniya foydasi deyarli 2 baravarga oshdi. Gucci yana orzu qilingan brendga aylandi. 2004-yilda Tom Ford ketgach, brend bir necha dizayn rahbarlarini almashtirdi. 2015-yilda sahnaga yangi nom chiqdi: Alessandro Michele. U Gucci'ni butunlay boshqacha qilib qo'ydi. Vintaj, romantika, gender chegaralarini buzish, ranglar va ornamentlar uyg'unligi. Gucci endi faqat lyuks emas edi. U modaning yangi fenomenga aylandi. 2021-yilda esa brend o'zining 100 yilligini nishonladi.
Yubiley munosabati bilan maxsus kolleksiyalar taqdim etildi. Hatto Balenciaga bilan kollaboratsiya ham amalga oshirildi. Gucci yana bir bor dunyoga o'z kuchi va ta'sirini namoyon qildi. Gucci tarixi bu faqat moda tarixi emas, bu oilaviy muhabbat va xiyonat, boylik va hasad, shuhrat va fojia, qulashi va qayta tirilishi haqidagi hikoya. Bir oddiy florensiyalik yigitdan boshlangan hikoya dunyo miqyosidagi imperiyaga aylandi. Lekin har bir imperiya kabi u ham o'z bahosini to'ladi. Gucci nafaqat kiyim va sumkalar bilan mashhur, brend parfyumeriya yo'nalishida ham katta muvaffaqiyatga erishgan. İlk rasmiy ati 1974-yilda butiklar peshtaxalarda paydo bo'ldi. Gucci nomer 1 u gullar, ko'katlar va algiditlar asosida yaratilgan bo'lib, parfyumer Gerber tomonidan ishlab chiqarilgan. Undan keyin haqiqiy hitlar ketma-ket chiqdi. Gucci Bloom, Gucci Gluty, Gucci Envy, Gucci Bloom, Gucci Flora va boshqalar. 2019-yilda brend nish parfyumeriya yo'nalishida jiddiy kirishdi. U o'zini Garden kolleksiyasini taqdim etdi. Mutaxassislar fikricha, bu liniya bozordagi eng mukammal va sifatli atirlardan biri hisoblanar edi. Xorijda Gucci so'zi vaqt o'tishi bilan sifat belgisini aylandi. Ya'ni u faqat brend emas, balki judayam chiroyli va judayam sifatli lyuks darajadagi mahsulotlar edi. Bu so'zning shunday ma'noda qo'llanishining ilk misollaridan biri 1999-yil sentyabr sonidagi Harper's Bazaar jurnalida uchraydi. U yerda xonanda Lenny Kravitz o'z yotoqxonasini judayam Gucci deb ta'riflagan. Bugungi kunda esa Gucci bu faqat moda uyi emas. Bu tarix, bu xotira, bu ko'tarishlar va qulashlar. Ichkaridan yegan mojarolar, sud ishlari va yo'qotilgan meros haqidagi hikoya. 100 yil avval Gucci oddiy mehmonxona yuk tashuvchisi edi. U bir kun kelib o'z ishini ochishni orzu qilgan. U kecha kunduz mehnat qildi. Kichik sexida soatlab ishlab o'z qo'llari bilan afsona yaratdi. U dunyo yulduzlari kiygan mahsulotlarni yaratdi, lekin u bitta narsani to'xtata olmadi: oilasi ichidagi parchalanishni. U tasavvur ham qilmagan ediki, boylik uchun kurash nasllarning yo'qolishiga, biznesning sotilishiga va fojiaga olib keladi. Katta meros, katta mas'uliyat va har doim ham katta baxt emas. Bugungi kunda esa Gucci brendini bilmaydigan odam umuman bo'lmasa kerak. Uning nufuzi o'nlab yillik mehnat bilan qurilgan, lekin ko'pchilik bu oilaning haqiqiy tarixini, ichki tarixini umuman bilmaydi. Pul hamma vaqt ham baxt olib kelmaydi. Bu Gucci tarixi, shon-sharaf va fojia orasidagi nozik chiziq haqidagi hikoya. Do'stlar, eshitganlaringiz haqida fikringizni albatta izohlarda kutib qolaman. Sizda Gucci mahsulotlari kiyish tajribasi bo'lganmi? Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga обязательно obuna bo'ling. Bizdan uzoqlashmang. Xudo xohlasa yana bundan-da chiroyliroq videolarni biz sizga taqdim etamiz. Gucci haqidagi fikrlarni kommentariyada yozib qoldiring va Guccining qaysi mahsulotlarini siz olmoqchi bo'lgan bo'lar edingiz va u narxiga arziydimi, nima deb o'ylaysiz? Hammaga xayr.